1,5 yıldan beri şu sahada ayakım belimden ağrır edi. Dım ağrıqla güçlü bilen geldim Kümüşayana. Oturganımda yastıkla bilen yan başımda taşab oturar edim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizning navbatdagi muolajalar qabul qilayotgan bemorimiz 35 yoshli ayol kishi. Ularning bel segmentida ikkita joylashgan grijasi uchun muolajalar qabul qilyapti. Undan tashqari ikkala tizza sohasida pay shikastlanishi va osteoartroz 1-darajasi bilan davo muolajalarini qabul qilyaptilar. Bemorimizning o'zidan 5 kunlik litsenalarni olishdi. Natijalarini o'zlaridan eshitishimiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli Surjimet klinikasining rahbarlari, Kümüşaya. Katta rahmat aytaman. Shu sohada ishlab keltirina dili sujiligi, qo'l yengilligi uchun rahmat katta. Oyoqimni, belimni og'riqini o'zimni dik har doim ishim dik yaqinda ishlaganim uchun deb o'ylar edim. Yo'q, lekin keyin bilsam, shuning grijanalarım borligidan Xudoga shukr, behisob shukr. Dim yaxshi, mana hozir umuman og'riq nolukini bilmadim. Shu yerga kelib davolanganim uchun katta rahmat aytaman Kümüşaya.